12 oy yashagan. Tug'ilganidan beri 12 oy yashagan. 12 martadan ko'p antibiotik olganmiz deganlarni ko'rdim. Shunda isitma chiqmaydigan odamlar kuzatilishi mumkinmi? Issiqligi ko'tarilganda tushiradigan dorilarimiz bor ekan. Xo'p, tushganda ko'taradigan dorimiz bormi? Isitma nima degan savolni xalqimizga bir sodda qilib tushuntirsak. Issiqlik chiqqanida eng sezgir a'zo qaysi bilasam? 1980-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqa isitma qayd etilganki, eshitgan odam yoqasini ushlashi tabiiy. 46,5 isitma bo'lgan bemorda. Ikkita parashokni bitta qilib ichib olsam, yaxshi bo'lib ketaman degan tushuncha bor. Bir xillar bo'ladi, yosh bolalar ayniqsa. Qo'lini ushlasa muzdek bo'ladi, qo'l oyog'i muzdek bo'ladi. Oqarib ketgan bo'ladi. Lekin ichida issiqligi borligini sezib turamiz, issiqligi borligini. Ko'zlar qizarib turishi mumkin yo'qida. Holsizlik, varaja qilyapman deydi-yu o'zi. Bezovtalik bo'ladi. Organizmning himoya funksiyalari ishga tushishini dastlabki bosqichida kuzatiladigan holat. Assalomu alaykum do'stlar. Efirda 36 podkast loyihasi va men sizlar bilan allergolog, klinik immunolog Jasur Davlatov hamda hamkasbim lor shifokori Ixtiyor Xurramov. Bizdan tabriklasanglar bo'ladi va nihoyat biz uddaladik. Keling, avvalo birinchi bo'lib ushbu podkast loyihasi qanday qilib paydo bo'lgani, ideyasi va asosiy nima maqsadda bu loyihani boshlaganimizda, nega aynan 36 degan nom tanlaganimiz haqida qisqacha ma'lumot keltirib o'tsak. Assalomu alaykum. Bu loyihani boshlashimizdan maqsad, sabablari juda ham ko'p. Avvalambor o'sha xalqimizning tibbiy madaniyatini, tibbiy savodxonligini oshirish maqsadida bu loyihani boshladik. Hozirgi paytda shifokorlar va xalqimiz o'rtasida har xil kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar, shifokorlardan xalqimizni ustidan norozichiliklar ko'payib ketganligi sababli bu loyihani boshlab, haqiqiy o'zini ustasi, o'z kasbini fidoyisi bo'lgan shifokorlar bilan erkin suhbat, xalq o'rtasidagi muammolarni ko'tarib, ular bilan birga yechim topishga biz harakat qilmoqchimiz. Xudo xohlasa, bu niyatlarimizni amalga oshirishni mana bugundan boshladik, xudo xohlasa. Avvalo, tibbiy savodxonlik bilimini oshirish. Qani xalqimizda har xil urchib ketgan tibbiyotga oid xato, kamchiliklar bor, kimdir noto'g'ri tushunchalar bor, to'g'ri qilyapman deb yurgan aslida xato yoki organizm uchun zarar keltiradigan qanaqadir chora-tadbirlar bo'lishi mumkin. Ayni o'shalarni to'g'rimi, xatomi baholi qudrat ochib berishga, yoritib berishga faktlar bilan kerak bo'lsa mehmon chaqirib, ekspertdan fikrlarini olish orqali to'g'rilab, xudo xolasa davom etaveramiz. Endi 36 nomini bir ochib olishimiz kerak, chunki bu bo'yicha ham biroz biz muhokama qilgandik, qanaqa nom qo'yamiz. Xo'p, podkast qilishimiz kerak edi. Anchadan beri mana shu narsani o'ylab yurardim. Qanaqa nom qo'ysak ekan? Ko'p bo'ldi. Masalan, o'zing tomonidan ChatGPT orqali nechtadir nomlar qilding, birortasi yoqmadi. Qanaqa nimadir esimda yo'q. 36 anoga keldik, to'xtamga keldik. Chunki menga yoqdi 36 nom bittada jarangli. Umuman tibbiyotda xabar bo'lmagan odamni ham 36 desa, ha, meditsina, tibbiyot degan birdan assotsiatsiya paydo bo'ladi miyada. Ayniqsa 36 degani bizning podkastimizning ideologiyasiga mos keladi, chunki biz balansni ushlaganmiz. Ya'ni xatoni, kamchiliklarni, to'g'rimi, noto'g'rimi o'rtasidagi eng to'g'ri yo'lda qilmoqchimiz u. Normal ko'rsatkichlarni. Normal va to'g'ri tavsiyalar bermoqchimiz bu podkast doirasida. Shuning uchun ham 36 majoziy ma'noda mos keladi. Qaysi davlatda bo'lsa ham 36 deganda hammasi joyida va sog'lomlik ramzi sifatida qaraladi, esda qolish uchun. Eng asosiysi tibbiyot yo'nalishiga aloqasi borligini hamma bittada tushunadi. O'zi qanaqadir tekshiruv qilinganda ham birinchi bo'lib agar termometr bilan isitmasini o'lchasa 36 bo'lsa siz sog'lomsiz degan, ya'ni birdan fikr bo'ladi. 36 bu indikatorda. Kasalga termometr qo'yib, men kasalman deb kelgan oldinga shikoyat qilib kelganda, termometr qo'yib, termometrda 36.6 yoki mana sizda tana haroratingiz joyida desa, o'zi bemorni
psixik jihatdan ko'ngli xotirjam topadi bittada. Shu nomni tanladik. Endi ilk sonni ham mana shu isitma mavzusini ochib tashlaylik. 36.6 o'zi nima, isitmani o'zi qanday paydo bo'lishi, nega 36.6 da bizni tanamiz sog'lom degan ko'rsatkichni beradi. Nega 37 yo 39 da emas, 40 da emas, 35 da emas, aynan 36.6 bizani sog'lig'imizda ramzi bo'lgan. Nega bunaqa bo'lib qolgan? Shularni ham bir ochib olsak, ya'ni podkastni davomida isitma mavzusi, temperatura mavzusi haqida gaplashsak. Juda ko'p muammolar bor. 36.6 ni loyihani bir boshida isitma bilan boshlashimiz to'g'riroq bo'ladi. Xalqimiz orasida, kasallar, bemorlar orasida noto'g'ri tushunchalar, noto'g'ri davo qilishlar juda ham ko'p, ayniqsa yosh bolalar o'rtasida, yosh ota-onalar o'rtasida bu narsa juda ham ko'p. Hozirgi kunda o'zing bilasan, senga ham juda ham ko'p shikoyatlar bilan keladi. Men o'zim lorman, ayniqsa menga isitma bilan juda ham shikoyat qilib keladiganlar va noto'g'ri davo qilib keladigan ota-onalar juda ham ko'p uchraydi. Bizda lekin allergologiya sohasida isitma bilan kelsa, biz diagnostika qilib darrov bemorga o'sha boshqa spesialistga yo'naltiramiz, chunki allergik kasalliklar odatda isitmasiz kechadi. Qo'shimcha bo'lib kelgan taqdirda ham isitma baribir infeksiya qanaqadir boshqa kasalliklar sifatida qaraymiz bu narsaga. O'zi isitma nima degan savolni xalqimizga bir sodda qilib tushuntirsak. Podkast davomida beradigan ma'lumotlarimizni imkon qadar maksimal darajada harakat qilamiz. Eng sodda tilda tushuntirishga, ya'ni zamonaviy tibbiyotdagi terminlarni kamroq ishlatib, xalqona tilda ochib berib turamiz. Isitma o'zi nima? Isitma bu organizmni piragillar deb ataladigan, u yo tashqaridan tushishi mumkin, yo organizm o'zida hosil bo'lishi mumkin-da. O'sha moddalar ta'sirida organizmda tana haroratini ko'tarilishiga aytiladi isitma deb. Bu piraginlar haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi endi shunda piragen degani bu isitma ko'taruvchi sababchi xalq faktor. tilida aytganda bu zaharli modda. Shunaqa desa ham bo'ladi. Isitmaga ta'sir qiladigan zaharli ya'ni, modda. Bizning organizmimiz shunaqa bir mukammal darajada tuzilganki, har qanday o'zgarish sog'lom paytimizdagidan boshqa bo'lgan har qanday o'zgarishga bizning immun sistemamiz javob reaksiya beradi. Isitma ham aslida bizning immun sistemamizni turli xil o'zgarishlarga yo tanani ichidan bo'lishi mumkin u narsa, yoki tanani tashqarisidan bizga tushishi mumkin o'sha narsa. Masalan, virus, bakteriya tashqaridan tushadi. U o'shanga isitma qilishi mumkin. Yokida organizmimizda rak hujayralar o'sishi mumkin. Bunda ham hech qanday tashqaridan infeksiya tushmagan taqdirda ham isitma chiqishi mumkin. Chunki piraginlar yo endogen ichkarida hosil bo'ladi, yoki tashqaridan tushadi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bu isitma bizani immun sistemamizda turli xil o'zgarishlarga nisbatan javob reaksiyasi, normal adaptiv mexanizm hisoblanadi. Biz o'zidan o'zi isitma qilavermaymiz. Qanaqadir o'zgarish bizga ta'sir qilyapti, tanamiz o'sha o'zgarishga moslashish uchun isitma qiladi. Shunaqa odamlar bo'ladiki, shunaqa bemorlar menda isitma chiqmaydi. Kasal bo'lishimdan qat'iy nazar yoki virusli infeksiya yoki bakteriyali infeksiya, misol uchun tomog'i qanaqadir anginalar xalq tilida aytganda isitma bo'lmaydi deydi. Bu qanchalik to'g'ri fikr yoki to'g'ri tushuncha? Bo'lishi mumkinmi shunaqa odamlar? Bor shunaqa. Ayniqsa onalar aytadi bolasini, mana shu nechtadir farzand bo'lsa, shu farzandim uncha-munchaga isitma qilmaydi, chidamli, kuchli deydi. Isitmaga chidamlilik degan tushuncha bor, ko'proq pediatriya amaliyotda qilinadi. Yoshi kattalar ham aytishi mumkin, uncha-munchaga kasal bo'lmayman deydiganlar ko'pda. Bu ko'proq uni immun sistemasi yaxshi ishlayotganini belgisi. Uni termoregulyatsiya markazi, ya'ni tanamizdagi issiqlik va sovuqlikni boshqaradigan sistemamiz bor. U miyada joylashgan, bosh miyada gipotalamus deydi. Aynan shu bosh miyaning birgina qismi. O'sha joyda shunaqa bir vazifalar bajaradi juda ko'p. Aynan isitmani boshqarish markazi ham o'sha yerda joylashgan. Hali mashinani miyasi deymizmi, blok pitaniya deymizmi yoki sxemasi deymizmi, miyasi deymizmi, kompyuterda ham bor. Aynan tanamizdagi isitmani regulyatsiya boshqaradigan tizim gipotalamusda joylashgan. Ana gipotalamus yaxshi ishlasa, zo'r ishlasa, tana uncha-munchaga isitma qilavermaydi. Ya'ni ko'chada issiq 40 gradus, 45 gradus issiqda darrov issiq urib ketmasligi mumkin kimdandir. Tanani sovutish sistemasi yaxshi ishlayotgan bo'lishi mumkin. Yokida havoga mos kiyingan bo'lishi mumkin o'sha. Yokida agar endi bu
tabiat hodisalari bilan bog'liq issiqlik o'zgarishida virus bakteriya tushganda organizmga uncha-muncha isitma qilmasligini sababi balki u ko'proq suyuqlik ichayotgandir tanani sovutish uchun. Issiqlik o'zi normada chiqishi bu normal holat deb boshida aytdik. Ya'ni infeksiya tushdimi tanamizga bizning immun sistemamiz isitma bilan javob reaksiya qiladi. U qay darajada chiqishi organizmdagi o'sha balansga bog'liq. Sovutish va isitish balansini qay darajada shakllanganiga bog'liq. Patologik fiziologiya fanidan o'tganimizda bu isitma organizmda o'sha infeksiyaga yoki qaysidir kasallikka kurashish reaksiyasi. Nima uchun isitma chiqadi deganda sabablari ko'p isitma chiqishini. O'sha birinchidan organizmda moddalar almashinuvi kasallikka kurashayotgan paytda tezlashgani hisobiga u yoqda isitma chiqish ehtimolligi balandroq bo'ladi. Sababi u yoqda ko'proq oqsillar parchalanyapti, ko'proq uglevod parchalanyapti. O'shani hisobiga moddalar almashinuvi tez, ko'proq energiya ajraladi. Energiya bu issiqlik bo'lib tarqaladi organizmga. O'shaning uchun isitma chiqish ehtimolligi bu tabiiy hol. Bu xuddi shunday narsaki, uyimizda o'tiribmiz, birdan ko'chada sovib ketdi. Ya'ni biz uchun diskomfort zona bo'ldi. Nima qilamiz? Qiladigan ishimiz. Pechkani, agar o'sha eski zamon pechkalar hozir ham bor-u, o'tinda yoqiladigan pechkamiz bo'lsa, o'tinni ko'paytiramiz, maqsad ko'proq issiqlik chiqarish. Chunki biz o'sha yerda yashaydiganlarning hayotini o'ylab, sovqotib, boshqa kasal bo'lib qolmasligini o'ylab isitamiz. Ya'ni bizning choramiz bu. Xuddi shunday organizm ham infeksiya tushganida issiqlikni ko'tarishga harakat qiladi. Issiqlik ko'tarilganda chunki ba'zi bir mikrob, viruslar, bakteriyalar borki, shunchaki tana harorati yuqorilagani uchun o'zini ko'payish va yashash qobiliyatini yo'qotishi mumkin. Aslida 36.6 bu o'rtacha darajadagi mikroblar uchun diskomfort zona hisoblanadi. O'rtacha, juda yuqori emas. Shunaqa bir mikrob borki, tushdi bizaga 36.6 da yurardik. Uncha-muncha mikroblar shu gradusda ham o'zi o'lib ketardi, lekin qaysidir holat bo'ldiki, ko'proq infeksiya tushib qoldi yokida bizda hali tanamiz tanimagan yangi infeksiya tushib qoldi va immun sistema 36.6 yetarli emasligini sezyapti. Isitmani yuqorilash orqali birinchi o'zini javob reaksiyasini qilyapti. Sababi juda buni mantig'i shunaqaki, har qanday kimyoviy reaksiya, har qanday hujayralar issiqlik ta'sirida faollashadi. Sovuqlikda harakati cheklanadi. Masalan, agar bizning immun sistemamizda hujayralar va immunoglobulинlardan iborat deb oladigan bo'lsak, immunoglobulin endi oqsil. Hujayralar masalan leykosit, limfosit, makrofaglar, har xil immun hujayralar bor-u, bizning ikki xil immunitet, hujayraviy va gumoral immunitet bo'lsak, ana shu immunitetimizda faollashishi ham gradusga bog'liq ekan. Bitta modda ikkinchi modda bilan reaksiya qilish uchun, uni parchalash uchun agar 36.6 yetarli bo'lmasa, tana issiqlikni ko'taryapti va reaksiya avj olyapti. Hali kimyoda bor-u, reaksiya qilish uchun tagidan olov yoqamiz, garelka bo'ladi. Probirka ikkita moddani qo'shsa, reaksiya kirishavermasa, tagidan bitta garelka qilsa, biqirdab yaxshi reaksiya kirishadi. Xuddi shunday immun sistemalar ham faollashishi zo'r ishlaydi issiqlik ta'sirida. Lekin o'zini nuqtasi bor. Ya'ni bu degani 40 ga chiqsa ham hech narsa qilish degani emas. Ya'ni hujayralar uchun faol ishlash uchun masalan 37-38 gacha yaxshi ishlashi mumkin. O'zi 39-40 ga qarab ketdimi, hujayralar o'zini eng maksimal faoliyatini o'sha izdan chiqara boshlaydi. Yokida pasayib ketish holati ham bo'ladi. Ko'pchilik eshitamiz. Sovqotib qoluvdim, uchuq chiqdi deydi, hali gerpes labiga chiqadigan bor. Immuniteting tushdi-da deb shu uchun chiqqan. Bilamiz-ku, immunitet tushishini birinchi belgilari o'zi gerpes chiqadi labidan. Xuddi shunday, ya'ni ko'chada yozgi kunlarda ko'cha yotganida ko'rpas ochiq qolishi mumkin. Yosh bolalarda shunaqa bo'ladi, usti ochiq qolsa birdan shamollab qoladi deymiz. Sovqotadi tana. Ya'ni bizani uxlaganimizda-yu, turganimizda-yu, qayerga borsak ham bizani mikroblardan himoya qilib turadigan immun hujayralarimiz uchun 36.6 kerak ekan. Agar biz sovqotadigan bo'lsak, bu gradusimizni pasayishi hujayralarimizni faolligini ham pasayishiga sabab bo'ladi. Hujayra faol emasmi? Demak, mikrob tushganida yoki o'zi organizmda ham tabiiy mikroblar bo'ladi-yu, qachonki shu immun sistema zaiflashishini kutib o'tiradigan fakultativ mikroblar bo'ladi. Ya'ni foydali ham emas, zararli ham emas, o'rtada yuradi. Lekin bizani 200 lamachi. Qaysi tarafga yurishi, agar immunitimiz zo'r ishlasa, masalan, tuberkulozlar. Immunitimiz yaxshi ishlasa, biz kasal bo'lmaymiz, lekin o'sha infeksiyani tashib yurishimiz mumkin.
qachonki immunitetimiz susayishini vaqti keladi-yu, o'sha paytda o'sha mikrob ham tanamizda o'zi yashayotgan, zarar keltirmayotgan mikrob ham faollashib ko'payishni boshlaydi. Haligi qamoqxonada sil nega ko'payib ketadi? Hali zaxda ular yashashadi. Ko'pincha qamoqxonalar shunaqa-yu, kinolarda ko'rganmiz, boshqada endi ko'rmaganman jonli. Asosan tuberkuloz nega ko'payadi desa, ularni yashash muhiti bilan bog'liq. Sovuqroq bo'ladi baribir. Zaxda. Shu bemorlarimiz orasida, xalq orasida juda xalqni qiynaydigan savollar bor. Misol uchun, qachon farzandimga yoki qachon o'zimga isitma necha gradus bo'lgandan keyin dori ichishim kerak yoki o'zi ichishim to'g'rimi yoki chiqishini kutmasdan dori berishim kerakmi? Mana shunaqa savollar bor-da, xalqni qiynaydi bu savol. Birov aytadi 38 dan keyin dori ber deydi. Qaysidir vrach aytadi 37 dan keyin dori ber yoki ko'tarilib ketadi deydi. Yana ayrimlar aytadi chiqishini kutma, agar isitma chiqishini kutsang bolang sudurga berib qolishi mumkin deydi. Bu fikrlar qanchalik o'zi to'g'ri yoki necha gradusda o'zi dori berish kerak? Qaysi holatlar xavfli holatlar? Buni kutish kerak emas. O'zi isitma degan narsa temperatura narsadan mana bizda normal temperatura deymiz. 36.6 ni biz isitma demaymiz, to'g'rimi? 36.6 bu normal ko'rsatkich. Normal tana harorati deymiz. Isitma degan gapni ishlash uchun 1 gradus ko'payishi kerak. 37.5 dan oshdimi biz isitma deb qaraymiz. 37.5 gacha bo'lgan holatni bu o'tkinchi davr deymiz. Har xil holat bo'lishi mumkin. Masalan, oddiygina qo'ltig'i bilan og'zidan tekshirganda termometrda qo'ltig'iga qo'yib yoki og'zidan tekshirsa, turlicha chiqishi ham mumkin aslida. Shuning uchun o'rtadagi 1 gradusda bu neytral zona deb oladigan bo'lsak, 37.5 ni oshdimi biz isitma deb qaraymiz. Endi qachon dori berish kerak? Endi sudurgi masalasi alohida tema. Sudurgi u epileptolog, nevrolog mutaxassis javob berish kerak bo'lgan aslida javob bunaqa savollarga. Lekin ularga moyil bo'lgan bolalar bor. Sudurgiga moyil bo'lgan bolalar, ular uzoq kutish kerak emas. Lekin sog'lom, sudurgiga moyili yo'q bo'lgan bolalarda 38.5 gacha kutish mumkin. Bolani avvalo yoshiga qaraymiz. Chaqaloqda boshqacharoq. Chaqaloqda o'zi hali termoregulyatsiya, ya'ni issiq sovuqni nazorat qiladigan gipotalamus yaxshi shakllanmagan bo'ladi. Bu funksiya yaxshi ishlamaydi. Ular qisqa isitmada ham qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. 38.5 dan oshgani o'zi biz sal jiddiyroq yondashishimiz kerak. Shunda ham lekin bolani umumiy holatini baholaymiz. Ya'ni bu raqam shunchaki raqamni ko'payayotgani bolani klinik holatiga aloqadorligi mutanosibligini o'lchashimiz kerak. Kimdir bor. Bola yaxshi o'ynab yuribdi, lekin isitmasini o'lchab ko'rsa, isitma baland. Demak, bola chidamli, isitmaga chidamli bola. Buni kuzatishga olish kerak, lekin beparvo yurish kerak degani. Bu degani beparvolik qilish kerak emas, isitmasini tushirib ham qo'yish kerak emas, chunki organizm kurashyapti. Ya'ni organizm kurashyapti. Xuddiki dushman bizda agar bir davlatda bo'ladigan bo'lsak, tana tuzilishimizda, organizmimizda infeksiya tushsa, bizni chegaralarimizda dushman paydo bo'ldi degani va u dushmanga biz qani nima qilar ekan deb kuzatish kerak emas. O'zi qadam qo'ydimi, bu yoq bir nazoratga olish kerak. Nima qilmoqchi? U o'zini portlatib qayerdir vayron qilmoqchimi yoki u do'stmi u? O'zi nima qilmoqchi vazifasi? Immun sistema o'sha paytda javob reaksiya qiladi, ya'ni sergaylikni oshiradi, issiqlikni oshiradi. Chunki issiqlik ta'sirida balki o'sha mikrob shunchaki dorisiz ham nobud bo'lishi mumkin. Antibiotik beradigan bosqichgacha bormasligi ham mumkin. O'zi antibiotiklar temasi ochilganda bitta aytib qo'yay, endi gap ochilganda o'zi qoidasi bor, antibiotik qachon berilishi kerak deydi. Birdaniga beraverishim kerakmi o'sha narsani? Sudurga berib yuborsa-chi, isitma ko'tarilyapti. Paracetamol savollar, u mavzular alohida bitta tema. Paracetamol berish sudurga berib qoladimi deydi. U narsa haqida bir narsa aniq aytib bo'lmaydi. Bolani holatidan kelib chiqish kerak. Ayniqsa bir marta sudurga o'tkazdimi, 39, masalan 40 isitmada
bola sudurga o'tkazgan bo'lsa, onalar biladi. Ya'ni bu holatda bir marta ko'rgan ona bolasidagi o'zgarishni esdan chiqarmaydi. Har safar isitmasi chiqqanda o'sha qo'rquv bo'ladi. Bolamda sudurga berib qolmasmikan, yana degan qo'rquv bo'ladi. Lekin o'sha paytda 37,5 ga chiqqanda birdan tushirib ko'rishga harakat qiladi-da. Ularga masalan 40 ga chiqqan bo'lsa, 37,5 ni tushirish tavsiya etilmaydi aslida. 39, 40 ga borganda to'g'ri kurashish kerak. Shunda ham etapma-etap shug'ullanish kerak. Parasetamol birdaniga berish kerakmi, yo'qmi, uni organizmni qay darajada o'zgarishlar bilan ketayotganiga bog'liq. Intoksikatsiya belgilari bo'lsa, avvalo birinchi qiladigan ishimiz o'sha nam suv bilan o'sha tanasini o'sha savolni bermoqchiman hozir. Misol, bola 39 temperatura bilan keldi, isitmasi 39 o'lchab ko'rilganda, sirazi dori berish kerak emas deyishadi. Immunolog sifatida mana oddiy bir javob berchi, bu qanchalik to'g'ri o'zi? Sababiki aytishadi, birdan isitma tushiruvchi dori berilsa, isitma yana ham ko'tarilishi mumkin, keyin tushiradi isitmani degan shunaqa fikrlar bor-da xalqda. Bu to'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? Parasetamol berding, 39 temperatura edi yoki analgin diminerol qilishadi juda ko'pchilik baland temperaturada. Analgin diminerol qilindi, o'ylashadiki isitmani ko'tarib yuboradi bitta, keyin tushiradi isitmani deb. Shu to'g'rimi? To'g'ridan to'g'ri termoregulyatsiya markaziga ta'sir qilish orqali isitmani tushirmaydigan har qanday dorilar bu vaqtinchalik ta'sirga ega. Ya'ni o'sha parasetamol berishimiz bu yallig'lanishni kamaytiradi. Parasetamol bu nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar hisoblanadi. O'sha ibuprofen sostavli dorilar ham xuddi shunday. Bularni berishimiz o'sha infeksiya tushgan bo'lsa, o'sha infeksiya tushgan tomog'i og'riyotgan bo'lishi mumkin bolani. Yallig'lanish jarayoni ketyapti va o'sha joydan ko'p miqdorda piragen deb boshida aytdik-ku podkastimiz boshida. Piragenlar sabab bo'ladigan moddalar ajralyapti. Organizm esa o'sha narsani sezib turibdi. Infeksiya ketayotganini sezib turibdi. Ya'ni miyamiz qanaqa qilib sezyapti degan savol ham bor-da. Tomog'im og'riyotganini miya qanaqa qilib sezadi? Aynan o'sha yallig'lanish o'chog'ida paydo bo'layotgan moddalar almashinuvida har xil ajralayotgan moddalar immun hujayralardan misol piragenlar ajralyapti. Infeksiyani o'zi ham ajratadigan moddalar qon oqimiga o'tib, termoregulyatsiya markaziga miyaga borib, o'sha informatsiyani beryapti. Yallig'lanish ketyapti degan narsa. Va tana qiladigan ishi nima? Tanani o'zida antibiotik yo'q. Bor immun hujayralarini faollashtirish kerak. Makrofaglar masalan mikroblarni shuni qamrab oladi-da, o'sha joyni o'zida parchalab tashlaydi. Kuchi yetsa o'zi o'shanga nisbatan. Yokida immunoglobulinlar faollashadi, o'shani neytrallash uchun infeksiyani toksillari bo'lishi mumkin, yoki infeksiyani o'zi bo'lishi mumkin, yoki interferonlar bor, viruslarga qarshi ishlaydigan oqsillar bizning tanamizdagi. Virusga o'sha sistemalarni ham faollashtirish uchun isitma kerak avvalo. Tana maksimal darajada harakat qilyapti, isitmani emas, aslida o'sha infeksiyani yo'qotish uchun ishlar qilyapti. Bu isitma shunchaki o'sha chora tadbirlarni bitta signali, belgisi. U belgini tushirishimiz bu aslida immun hujayralarini ham faoliyatini aktivlashtirib qo'yganmiz biz, passivlashtirib qo'yganmiz. Hujayralar endi faollashib kurashaman deganda pasaytirib qo'yganmiz. Yoki endi aktivlashaman deganda pasaytirib qo'yamiz. Yoki aktivlashdi oxirigacha boryapti. Masalan, makrofag shunaqa hujayraki mikrobni qamrab oladi, u harakatlanadi, mikrobni batamom urib oladida, uni ko'payib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Boshqa bir organga borib zarar yetkazishiga yo'l qo'ymaydi. Urib oldi, urib olgandan keyin o'zi fagositoz degan qoida ana u bor. Tushuncha bor. Bu nima deydi? Immunologik mexanizmlar hisoblanadi-da. Fagositozda tanlab o'tirmaydi u. Oldin tushganmi, oldin tushmagan mikrobmi, birdaniga urib oldi, qamrab oldi va o'zini tarkibidagi parchalovchi fermentlari bor. Lizosimlar deydi. Lizosim degan moddalar bor. Ular parchalaydi o'sha mikrobni. Membranasini parchalab, uni hayotiy anosiga nuqta qo'yadi. Yokida kamida uni ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Biz esa isitmani tushiradigan dori berishimiz qaysi nuqtasiga berishimizga bog'liqda. Balki mikrob tushgan joyga fagositlar harakatlanib yaqinlashayotgandi, bizning immun hujayralarimiz isitma tushiradigan dorimiz o'shani harakatini cheklab qo'yishi mumkin. Ya'ni cheklash degani nima? Faolligiga isitma ta'sir qilyotgandi o'zi issiqlik ta'sirida cheklanib qoldi. Va mikrobni nobud qilish taktikamiz, rejamiz oxirgacha bormay qoldi. Yokida mikrobni qamrab oluvdi,
Endi o'ldirmoqchi bo'lgan etapga kelganda biz isitmani tushirishimiz o'sha parchalovchi fermentlarning ham faollashishiga xalaqit berdi. Ya'ni bu bosqichda ham buzildi. Reja buzildi. Isitma chiqdi, organizm qarshi kurashyapti unga. Biz isitma tushiruvchi dori berdik unga. Isitma tushiruvchi dori berganimizda o'sha yallig'lanayotgan joydan ajralayotgan moddalarni isitma tushiruvchi dorilar to'xtatadi, kamaytiradi yokida. Kamaytirdi organizm hamma immun reaksiyalarni safarbar qilganda, misol askarlarini, immunitet askarlarini safarbar qilganda o'sha yallig'lanish joyiga. Isitma tushiruvchi dori u belgilarni yo'qotib qo'ydi. U yoqdan yallig'lanish joyidan yo'q, aniqrog'i yallig'lanish joyidan chiqayotgan moddalar gipotalamusga signal berdi-yu, issiqlik chiqarishimiz kerak. Bu yoqda neto harakat bo'lyapti. Organizmni tayyorlash kerak, safarbar qilish kerak, hamma jangchilarni, askarlarni uyg'otish kerak, uxlayotgan joyidan uyg'otish kerak degan signal bordi-yu miyaga. Endi organizm isitmani chiqaryapti, isitma o'zidan o'zi chiqarmaydi. Hali prostaglandin degan moddalar ajratishni boshlaydi gipotalamusdan. Aynan yallig'lanishga qarshi vositalar o'shani ham ta'sir qilish orqali isitmani bloklashi mumkin. Yallig'lanishga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilyapti. Bunday olib qaraganda urush ketyapti, isitma chiqdi, urush boshlandi. Shpionlar gipotalamusga bordida yoki bosh miyaga bordida, shpion hujayralar, bunday tushuntiradigan bo'lsak, shpion isitma bo'layotgan paytda shpion hujayralar xabar beryapti, infeksiya tushdi bizga, davay kurashamiz. Kurashamiz deganda isitma tushiruvchi dori o'sha shpionlarni olib borgan xabarini, bu noto'g'ri xabar tipa deydigan narsa. To'g'rimi? Xuddi shunday. Keyin safarbar qilingan askarlar, urush boshlandi, safarbar qilingan askarlar bo'ldi, isitma yo'q, boshqa moddalar yo'q. Chunki isitma tushirildi, boyagi belgilar hammasi ketdi, yopilib ketdi. Askarlar iziga qaytib ketadi. Bo'ldi, kurashmaymiz, hammasi joyida ekan. Bizni aldashibdi, tepa. Shunaqa, bu xalaqit berish, normal ishlayotgan jarayonni biz xalaqit berishimiz mumkin, lekin bu gapimni noto'g'ri tushunmaslik kerak. Isitma chiqsa ham chidab o'tirib, haligi qiyin bolada intoksikatsiya belgilari ketib yordam berish kerak. Bu degani dori bermaslik kerak degani emas. Bizning immun hujayralarimizda ham cheklangan, resurslari ham cheklangan, uni chidamliligi ham cheklangan. Normadan oshdimi, 39-40 ga chiqdimi, biz zudlik bilan kechiktirib bo'lmaydigan choralarni ko'rishimiz kerak. Bu ya'ni antibiotik demoqchi emasman. Mana o'sha yallig'lanishga qarshi dorilarni, parasetamol bo'ladimi, ibuprofen bo'ladimi, berishimiz kerak. O'rtadagi nuqtada biroz kutadigan joyimiz bor-da. Haligi nima desam bo'ladi, ana urush kinolarida bor-ku. Bu yoqdan qilichini ko'tarib kelaveradi, bu yoqda o'zini davlatini himoya qilayotganlar, kamonchilar bo'ladimi, uni qo'mondoni sabr, hali ular himoyada turadi-yu. Sheriyrak kinosidagidek. Jim, sabr, kutinglar degan joyida xuddi shunday, lekin dushman kelaveradi. Sabr degan joyi ma'lum bir nuqtaga kelganda o'sha nuqtani nazarda tutib aytayapman. Parasetamol berishda ham sabr, kutamiz. Ya'ni bu o'yinchoq emas, bu dori. Parasetamolni misol gepatotoksik xususiyati bor, nojo'ya ta'sirlar bu prosta isitma chiqqanda ermakka chiqib qo'yadigan dori emas-da. Behudaga kerak emas paytda berish kerak. Bu shunaqa bemorlar borki, issig'im chiqishi mumkin deb ichib qo'yadi dori. Ana shu. Bu bitta bemorlar bor, onalar ham bor. O'ta idealist deymiz u narsani, o'ta mehribon ona sindromida. O'ta mehribon. Bolasiga issig'ini shuni o'ynab kulib yuribdi. Nimadir bo'ldi, kiyimini almashtirayotganda bir ko'rsa, issig'i bor ekan, dori ichirib qo'yadi. Ya'ni u xohlamaydi, o'lchadi 37,5 chiqdi yoki 38 chiqdi, lekin bola o'ynab kulib yuribdi. Shunchaki ichida anosi bu xavotir bo'layapti. Nimadir bo'lib qolmasin, dori berib qo'yay deydi. Bo'lmasa o'ynab kulib yuribdi bola. 36 da yurish kerak edi. U onani miyasida bolasini temperaturasi 36 da yursa, u sog'lom bo'lib yuradi degan. Lekin bu yerda bitta narsani unutib qo'yamiz. Immun sistemani faol bo'lib turishini unutib qo'yamiz. Immun sistema qanchalar ishlab tursa, ishlagan narsa o'zidan issiqlik chiqaradi-da endi. Mashina ham yursa, motori qiziydi. Issiqlik chiqib turishi bu normal holat deb qarash kerak. Hattoki 1 yilda 6 martadan 8 martagacha kasal bo'lish normal holat deb qarash kerak. Birdaniga tushirib norma qilib qo'yishingiz bu kasallikka qarshi kurash deyilmaydi. Siz chunki infeksiyani yo'qotadigan dori bermadingiz, yallig'lanishga qarshi dori berdingiz.
Organizm o'zi kurashib qaysidir darajada mikroblarni organizm o'zi bemalol neytrallay oladi. Chunki biz shu mana 21-asrgacha qirilib ketmasdan yetib kelganimiz o'zi mana dorilar, meditsina qachon paydo bo'ldi? Yaqinda paydo bo'ldi, to'g'rimi? Bir asr bo'lgan bo'lsa. Masalan, antibiotik urushdan keyin paydo bo'ldi-da. Meditsina paydo bo'lganiga ancha qirilib ketgan bo'lishi bilan birga paydo bo'lgan. Qabilalar, qishloqlar, ovullar qirilib ketgan infeksiyadan, lekin immunitetda ishlaydigan, immunitet yaxshi ishlaydigan qaysidir odamlar yashab qolavergan, to'g'rimi? O'sha gap kelganda o'sha narsani aytib o'tish kerak deb o'yladim hozir. Shunaqa ota-onalar bor, bolasini qo'sh tirnoq ichida sterilniy qiladi doim. Bir nimani bog'chaga chiqma, bir nimani ushlasa qo'lingni yuv, buni ushlama, bu kir, nimanidir ushlab qo'ysa borib qo'lini yuv. Shunaqa ota-onalarni bilaman. Har kuni kamida bir 20-30 martalab qo'lini yuvadi bolasini. Idishlarni qaynatadi. Idishlarni qaynatadi, ana butilkalarni qayta kuniga 2 martalab qaynatadigan ota-onalar bor ekan. O'lmagan biz akamizda qishloqda qo'limizda nonimiz tushib ketsa ham qoqib yeb ketavergan ekamizda. Shunaqa bo'lgan, hozir ham bor shunaqa. Keyin aytishadiki, farzandimda immuniteti past, ozgina infeksiya qanaqadir birdan kasal bo'lib qoladi deydi. Sal oldidan yengil shamol o'tib ketsa ham kasal bo'lib qoladi degan tushuncha uyg'onadi ota-onasida. Lekin aslida o'zi bilmaydiki, bolasiga foyda qilaman deb qo'sh tirnoq ichida foyda qilayotganini o'zlari bilmay qolishyapti-da. O'zlari bilishmaydi. Sterilniy degani bu nima degani? Sterilniy degani bolada qanaqadir infeksiya tushdimi, uni organizmi o'sha infeksiya bilan tanishib, unga o'rganib, unga qarshi kurashish choralarini o'rganadi. O'zi aslida organizm qanaqadir infeksiya tushsa, kontaktda bo'lsa, lekin ana ota-ona bitta infeksiya tushsa, birdan uni borib qo'lini yuvdirsa, yoki birdan qo'lini antiseptik bilan chaydirsa, shunaqa men o'zim soham lor bo'lganligi uchun bilamanki, shunaqa odamlar bor, tomog'ini kasal bo'lmasa antiseptik bilan chayib yuradi. Nimaga desa, to'sa yursin. Ko'chada kasallanganlar bor, o'shaning uchun chayib qo'ydim. Ana infeksiya tushgan bo'lsa o'lib ketadi. Men ularga tushuntiraman. Har bitta organda o'zini normal mikroflorasi bor. O'sha mikroflorani o'ldirib qo'yadi antiseptik. Misol uchun tomoqni antiseptik bilan chayaverganda har safar qanaqadir antiseptik aralashtirib chayadi yana. Qanaqadir bugun furatselinda chaysa, ertaga boshqasiga, keyin boshqasiga. Nimaga unaqa qilasan desa, bunga o'rganib qolgan bo'lsa boshqasiga o'ladi deydi. O'zini haqiqati bor, o'zini qanaqadir ilmiy izohlari ham kerak bo'lsa tushuntirib beradi. Bilmaydiki, har safar mayli qanaqadir mikrob tushgan bo'lsa, unga qo'shilib tomoqni o'zida ham, tomoq haqida gap ketyapti, tomoqni o'zida ham yashaydigan normal mikroflorani o'ldirib yuborayotgan. Aynan o'sha normal mikroflora immunitet hisoblanadi. U mahalliy immunitet ta'minlaydi. Ya'ni bizda hech qanday isitma chiqmasdan ham, hech qanday immunitet paydo bo'lmasdan ham juda ko'p infeksiyalar burunda o'zida neytrallanib turiladi immun hujayralar tomonidan. Burunda, tomoqda, ya'ni darvozalarda bular, burun, tomoq, ko'z, shilliq qavatlar bular infeksiya kiradigan asosiy darvozalar. Tomoqda, burunda misol shunaqa bakteriyalar yashaydi, normal bakteriyalar. Bular doim bo'lib turishi, ko'chadan kelganda qanaqadir infeksiya uni ko'payishiga yo'l qo'ymaydi. Qanaqa yo'l qo'ymaydi desa, u yoqda joy yo'q. Bor boshqa joyga bor. Tabiiy tanlanish. Tabiiy tanlanish. Yoqda kelyapti. Joy yo'q, yoqda bor boshqa joyga damingni ol deb qo'pol qilib aytganda, damingni ol borib boshqa joyga ko'pay deydida, chiqarib yuboradi yoqda. Yoqda infeksiya ko'pay olmaydi, ko'chadan kelgan infeksiya. O'zimizda joyimiz yo'q, shundoq ham joy yetishmay turibdi bizda. Uchastka yo'q deydi-yu. Ya'ni foydali bakteriyalar balansi bilan patogen bakteriyalar balansi bizda doimiy mavjud va aynan mana shu balansni buzilishi ham immunitet yetishmovchiligi asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Burunni, tomoqni haddan tashqari yuvish. Mana bizani soha allergologiyada nega allergiya ko'payib ketyapti degan savol bor-da, o'zi aktual savol. Nega o'zidan o'zi hozir allergik kasallik ko'payyapti? Chunki eng ishonchli nazariya bor, gigiyena nazariyasi deymiz. Nega allergiya ko'paydi? Chunki oldin allergiya yo'q edi, shu oxirgi 10-20 yil ichida ko'paydi. Chunki oxirgi 10-20 yil ichida biz
o'ta infeksiyalardan xoli bo'lgan sterilniy muhit yaratdik yashaydigan muhitimizda. Tuproqda oyoq yalang yuradigan mollar juda kamayib ketdi. To'g'rimi? Yokida nima desa bo'ladi? Yerga tushganda oziq-ovqatini bitta qoqib yeydigan yoki doimiy ravishda mol, qo'y o'shalar bilan yuradigan, qo'li kir bo'lsa ham yurib ketaveradiganlar kamayib ketdi. Biz qaysidir nuqtada aralashuv qilyapmiz. Masalan, infeksiya tushsa, antibakterial bilan uni o'ldiryapmiz tanasidagi. Ham zararli bakteriyalar ketyapti, ham foydali. Yokida qo'li kir bo'ldi, yuvyapmiz. Yuqorida aytganingdek, qayta idishlarigacha sterillik qilib yuvyapmiz. Ya'ni bizning immun sistemamiz kurashib turish kerak edi. Nima bilandir? U jangchida, u jang qilish kerak u. Lekin unga jang qilishga imkon bermayapmiz. Kimdir kelsa, endi borganda o'ldirib qo'yamiz, deyapti. Kimdir kelganda endi men kurashay deyapti, yo'q deyapti. Nima qilyapti u? Yillar nima o'tyapti, davr o'tyapti, immun sistema dangasalashib. Uni hujayralar shunaqa xususiyatga egaki, doimiy ishlab turmasa, gipofunksiyaga tushadi. Agar ko'p ishlasa, giperfunksiyaga tushadi. Bu hujayralarga, to'qimalarga, organlarga xos xususiyat. Masalan, zalga boradigan bolalar nimaga mushagi kengayadi? Chunki nagruzka beryapti, ko'p yuk ko'taryapti, mushaklar ham o'sha ko'p yukni ko'tarish uchun moslashyapti. Mushaklar ko'payib. Xuddi shunday bizning immun hujayralarimiz ham ko'payishi uchun u jang qilib turish kerak-da. Jang qilmayaptimi, u dangasalashadi-da. Dushman nimaligini ko'rmasdan katta bo'lyapti bolalar. Dushman bolalar immuniteti mikrob aslida qanaqaligini bilmayapti. U tug'ildi, bola tug'ilgandan beri mikrob ko'rmayapti. Lekin qarayapti, qulupnay tushdi onaning suti orqali. Yer yong'oq tushdi onaning suti orqali. Shu cho'ta neto narsa tushdi, reaksiya qilyapti. Bu allergik reaksiya. Mana allergiya. Yokida endi tug'ildi, katta bo'ldi, ko'chada bahor boshlandi, changlar gullayapti-yu, sizni burni orqali kirdi. Immun sistema avval mikrob ko'rmagan, lekin sistema mamlaqa qilib o'tirganda tushdi, bitta adashib chang kelib qoldi. Mana bu dushman, kurashamiz shunga deyapti. Immun sistema xuddi mana shamollaganda sizlarga ham keladi-yu, allergiyasi borlar. Burun oqib, burun bitadi. Grippda ham shunaqa belgilar bo'ladi, to'g'rimi? Isitma bo'lmaydi faqat. Xuddi shunday immun sistema ham qarayapti, chang tushyapti, burunni bekitinglar, davay bu mikrob deyapti. Bu virus, bu dushman deyapti. Aslida boshqalarga reaksiya berayotgani yo'q edi. Boshqalar immun sistemasi unaqa emas, lekin o'sha onasi tomonidan har kuni qo'li yuvilgan, idishi yuvilgan, o'zi ham har qo'lini yuvib, toza ozoda muhitda yashab, bog'chaga ham bermaydi hattoki, kasal bo'lib qoladi deb. Yoki kasal bo'lganda darrov antibiotik berib mikroblarni organizmga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Bir normal kirsin, bir jang qilsin, qo'yib ber qani qayergacha borar ekan. Balki o'zi kurashar. O'shanga biz ta'sir qilyapmiz, aralashyapmiz. Oxirgi 10-20 yil ichida o'tda pikka chiqdi mana shu davr. Shu uchun ham allergiya ko'payib ketyapti. Mana asosiy sababi. Gigiyena nazariyasida aynan mana shu fikrlar ilgari suriladi. Agar podkast davomida aytilayotgan fikrlar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni ayamang, kommentariy yozing hamda obuna bo'lishni unutmang. Misol mana isitma chiqdi, qanaqadir kasallik boshlandi, isitma chiqdi. Davomli necha kungacha isitma chiqsa, o'zi xavf yog'i. Misol 1 kunmi, 2 kunmi, 3 kunmi, doim har kuni chiqyapti. Necha kun chiqqandan keyin odam o'zidan shubhalanib yoki e'tiborini kuchaytirib boshlash kerak. 3 kundan ortiq. Odatda agar o'sha normal 36 yuradigan bemorda isitmasi masalan 38 gacha chiqdi, 38 yarim chiqdi, 39 chiqdi aytaylik. Shunda masalan bosh og'rib, holsizlanib, qandaydir holsizlik bu intoksikatsiya belgisi. O'zini noqulay his qilyaptimi? Chora-tadbirlar ko'rishni boshlash kerak. Lekin 3 kun davomida shunaqa chora-tadbirlar beryapti, antibiotiksiz chora-tadbirlar haqida gapiryapman. Uyda emas. Shifokor nazoratida shifokorga borib, ko'rinib, haqiqatan bu virusli infeksiya, misol uchun virusli infeksiya yoki aniq uni tashxisini qo'yib, shifokor sizga mana kutib turing 3 kun. Sizda virusli infeksiya, qanaqadir infeksiya tushgan yoki gripp virusi tushgan sizda, hozir organizm kurashyapti. 3 kun kutish kerak degan tushuncha ketyapti bu yoqda. Uyda samolecheniya deydi-yu, samolecheniya emas, o'z-o'zini davolash emas, balkim unda virusli infeksiya emas, haqiqatan qanaqadir bir jiddiyroq boshqa kasallik ketayotgan bo'lishi mumkin. Buni faqat shifokor masalan bezgak kasalliklari bo'lishi mumkin yoki o'zi har xil
isitma degan kasalliklar bor o'zi. Isitmani ko'tarilishi bilan ketadigan infeksion kasalliklar bor. Ular bor alohida o'zi. Ya'ni 3 kun deganim bu kitoblarda, qo'llanmalarda va umumiy praktikada ham keng qo'llaniladi o'rtacha. Lekin kimdadir bor Shifokor nazorati ostida. o'ta yuqori bo'lib ketishi mumkin. O'zi 37,5 dan oshdimi, o'zidan shubhalanish kerak odam. 37,5 dan oshdimi, demak qanaqadir proses ketyapti menda. Bekorga isitmam chiqmayapti. Tanam nimagadir qarshi kurashyapti degan o'zida fikr bo'lish kerak. Va yetarli choralarni ko'rish kerak. Avvalo o'sha shifokorga uchrashish to'g'ri taktikani tanlab beradi. Masalan, kutib tur degan narsani ham hozir bu podkastni ko'rib kimnadir o'zi mana shuna qarorlarga kelishi mumkin-da. Bu fikrdan qaytargan bo'lardim. Bu umumiy bilimlar uchun kerak, lekin 3 kun kutish kerakmi yoki hozirda o'zidan boshlash kerakmi? Jiddiy kurashdi. Antibiotik bo'lishi mumkin, protovirusli bo'lishi mumkin yoki qanaqadir chora-tadbirlar bo'lsa ham analizda topshirish kerakmi? Shifokor hal qilish kerak mana shu narsani. Kim nima qilish kerak, qaysi isitmada shifokor hal qilgani yaxshi. 37, 30 agar bola o'ynab kulib yurganda gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'sha chora o'zini nazoratida olishi mumkin. Shifokorga olib borsammikan, yo'qmi deb o'ylaydi-ku. Lekin o'ynab kulib yuribdi bola. O'shanda mayli o'zini nazoratda qolsin, lekin bolada qanaqadir belgilar kuzatildimi? Holsizlik, qo'shimcha ishtahasizlik bo'lishi mumkin. O'sha sekin maslahat kerak bo'lsa telefon orqalimi yoki qabuliga borish orqalimi shifokorni nazoratiga olish kerak. Yo, men bu fikrga qo'shilmayman. Sababi o'zi shundoq ham uyda samalichina ko'payib ketgan. Isitma bo'lgan bolalarni ota-onalar shundoq ham o'zi davolayapti hozirgi kunda. Davolaganda to'g'ri davolasa mayli, lekin noto'g'ri davolanyapti. Faqat shifokorlar hozirgi paytda kasallik bilan emas, kasallikda asorati bilan shug'ullanib qoldi. Misol, yaqinda qabulimda bo'ldi, taxminan 28 yoki 30 kunlik chaqaloq olib kelyapti onasi. Onasi adashmasam birinchi farzandi, hali unaqa bola qarash uchun yetarli tajribasi yo'q. Nima shikoyatingiz bor desam, bitta shikoyat bilan kelyapti, isitma. 28 yoki 30 kunlik chaqaloq. Isitmasi necha bo'ldi degan savol qo'yildi. Necha bo'ldi isitmasi deb savol berdim. Isitmasi 37.2 isitma bilan kelyapti. 37.2. 37.2 isitma. Men onaga birga ham oshmabdi-yu. Men onaga shuni tushuntira olmadimki, bolangiz sog'lom, ko'rdim, o'zim tomonidan ko'rganda, bolani umumiy ahvoli juda ham yaxshi, bola o'zini yaxshi his qilyapti. Tomoq, quloq, burun tomonlari juda ham yaxshi, hech qanaqa bir yallig'lanish belgilari yo qanaqadir infeksiya yuqqan belgilar, kataralni belgilar deymiz-ku, unaqa belgilar yo'q. Onasiga men tushuntira olmadim. Shtobi bolangiz sog'lom. Prosta uyingiz bolani yotgan yoki kiyimi qalindir balki. Bola yotgan joy yoki kiyintirgan kiyimingiz issiq. Chunki boya gaplashdik-ku, yosh bolalarda hali termoregulyatsiya markazi yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bu nima degani bu? Bolani kichkina chaqaloqlarni tana harorati tashqi muhitdagi omillarga bog'liqligi bor degan ma'noni anglatadi-da bu. Absolutni sog'lom bola. Onasiga tushuntirdi, mana shunaqa holat bo'lyapti. Hech narsa, hech qanaqa dori, hech qanaqadir qo'shimcha dorilar kerak emas degan fikrlarni aytganimda, o'sha onasi ishondimi? Qanaqadir ishonchsizlikda, bu yaxshi yoshroq doktorga uchun ona tomonidan qarab, xuddi meni tajribasizlikda yo'yib, qanaqadir meni bergan maslahatlarimdan qoniqmagan holatda chiqib ketdi yonimdan. Bo'ladi. Bu har bir odamda o'zida mavjud bo'lgan bilimlar, meditsinskiy, o'sha tibbiy bilimlar, shu uchun ham podkast boshladik-ku. Tibbiy savodxonlikdan kelib chiqqan holda fikrlaydi. Hamma ham shunaqa. Masalan, bugun biz qanaqadir kitob o'qisak, kecha o'ylab yurgan narsamiz o'zgarishi mumkin. Albatta. Xuddi shu bilim shu uchun kerak. Bitta joyda o'tirish kerak emas. Masalan, 37.2 ni kasallik sifatida ko'rib, uni kimdir sog'lom desa,
bu yaxshi doktor emas deyishi, bu tushunish mumkin. Tibbiy savodxonlik anchagina orqada qolgan o'g'onada. Bilimlar yetarli emas bolasi haqida. Parasetamol yoki ibuprofen qaysi biri to'g'ri va qaysi holatda qaysini berish kerak? Yoki umuman farqi yo'qmi? Istagan paytda ikkalasini berishimiz mumkinmi? Ikkalasini bir paytda bersak bo'ladimi? Shunaqa savol ham bor. Ikkalasini yo'q, o'zi bir paytda berish degan xuddi ikkita parasetamol ichsam bo'ladimi, ikkita ibuprofen ichsam bo'ladimi degan savolda, bu doza oshyapti. Qaysi bu ikkalasi ham bitta guruhga kiradi, lekin qaysi tomonlama ustunlikka ega degan savol berilsa, parasetamol ko'proq isitmani tushirish xususiyati kuchliroq, yallig'lanish xususiyati nisbatan kamroq ibuprofenga nisbatan. O'sha ibuklinga. Agar biron joyda og'riq bilan ketyapti, masalan, tomoq og'rib kelyapti isitma bilan. O'shalarga yoki quloq og'ridi yoki tishi og'ridi, u yerda aniq o'choq bor, yallig'lanish o'chog'i, o'sha joyda o'sha piragillar ajralyapti, isitma beryapti, yallig'lanish ketyapti. O'sha paytda biz tanlov preparatimiz ibuprofen tarkibli yallig'lanish vositalari bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Ana parasetamolda ko'proq hech qayerda nima deydi, og'rig'i yo'q, bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, lekin yallig'lanish ketmayapti qayerdadir. O'sha paytlarda bersak bo'ladi, ilk davrlarda. Lekin ikkalasi ham standart bo'yicha, protokollar bo'yicha bolalarga mumkin bo'lgan dorilar hisoblanadi. Undan boshqalari tavsiya etilmaydi. Bemor shamollagan vaqtda og'riq sindromi kuchliroq bo'lsa, ibuprofen sostavli dorilar berish tavsiya qilinadi. Ayniqsa yosh bolada yoki agar isitma sindromi kuchliroq bo'lib kelsa, parasetamol sostavli dorilar berish to'g'riroq bo'ladi. Xuddi shunday. Bu keyin yana bitta keyingi navbatda ko'rib chiqadigan mavzuyimiz oq isitma va qizil isitma degan termin bor. Keyin shu paytda bitta savol emas, bitta fikr kelib qoldi. Odamlarda shunaqa narsa borki, ikkita parashokni bitta qilib ichib olsam, yaxshi bo'lib ketaman degan tushuncha bor. Misol uchun Nemesil bilan teraflyuni yoki taylalxolt bilan teraflyuni yoki nimagadir nemesilni qo'shib ichishda, bu odamlarga urf yoki modaga tusiga kirib qolgan bu narsa. Nima ichasan desa yoki nima ichding desa, shu ikkita parashok taqib ichib oldim, chotki bo'ldim, zo'r bo'ldim deydi-da. Bu o'zi qanaqa to'g'ri tushuncha, noto'g'ri tushuncha bu. Bu degani, boyagi aytganda, ibuprofen bilan parasetamolni bitta vaqtda ichsa, двойной dozani bitta vaqtda ichganda gap. Xuddi yoki ikkita parasetamolni yoki ikkita ibuprofenni bir vaqtda ichganda gap. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Buni ham tarkibida parasetamol bor, nemesilda tarkibida nemesilit bor. Ikkalasi ham yallig'lanishga qarshi dori vositalar. Lekin nemesilit isitmani tushirmaydi. Xuddiki shunaqa bo'lyapti, nemesilit yallig'lanishga qarshi, hali qaqshashim bor deydi-yu, og'riqlar bo'lyapti. O'sha nemesilit tarkibli parashoklar yordam bersa, isitmasi ketayotgan bo'lsa, o'sha teraflu bo'ladimi, o'sha taylalxot bo'ladimi, xullas parasetamol tarkibli dorilar isitmaga javob beradi. Ikkovini qo'shib ichish aslida bizda urfga kirgani bilan Yevropa davlatlarida masalan nemesilit taqiqlab qo'yilgan, hattoki sotuvlar. Jigarga bo'lgan toksik ta'siri yuqori bo'lgani uchun. Juda ko'p tibbiyot xodimlari, hamkasblarimiz ijtimoiy tarmoqlarida, Instagramlarda, YouTubelarda ikkovini qo'shib bo'lmasligi haqida ko'p ma'lumotlar berishadi. Chunki zarari ko'p deb, xuddi yuqorida aytganimizdek, dozani ko'paytirib bitta maqsad uchun shunchaki bitta tabletka emas, ikkita tabletka bergandek gap. U endi tasavvur qiling, ikkovini aralashtirib kuniga necha mahallab ichadiganlar bor-da. Har safar ichaveradigan bu. Xuddiki suvga tayyorlab bir sehrli dori ichyapman deydi. Ikkita dori. Ikkalasini bitta stakanga solib, ustidan suv soladi-da, o'ylaydi, ustida bu men qanaqadir eliksir yaratdim deb. Ikkalasini bitta qilib ichadi. Isitmasi bo'lsa bitta terlaydi, tushadi isitmasi, как будто og'riqlar qoladi, tuzaldim, zo'r yengil bo'ldim. Bo'ldi, endi ertaga ham shunaqa qilib ichaman. Oq va qizil isitma boya yuqorida boshlaganini qolib ketdi. Bizani o'zi meditsinada oq va qizil isitma degan farqlanadi. Qachon oq, qachon qizil deb ajratib olamiz. Masalan,
bir xillar bo'ladi, yosh bolalar ayniqsa. Qo'lini ushlasa muzdek bo'ladi, qo'l oyog'i muzdek bo'ladi. Oqarib ketgan bo'ladi. Lekin ichida issiqligi borligini sezib turamiz, issiqligi borligini. Ko'zlari qizarib turishi mumkin yokida. Holsizlik, varaja qilyapman deydi-yu o'zi. Bezovtalik bo'ladi. Bu oq isitma deyiladi. Qo'l oyog'i muzdek holat oq isitma deyiladi. Bu aslida organizmni himoya funksiyalari ishga tushishini dastlabki bosqichida kuzatiladigan holat. Podkastimiz boshida aytdik-ku, organizmga infeksiya tushsa, o'zi qayta qurilishni boshlaydi. Isitma endi 36 emas, ko'tarish kerak bu narsani deb gipotalamusga signal bordi va organizm o'shanga qayta kodlanishni boshlaydi. Endi isitma yuqorilaydi va bittada yuqori isitmaga chiqarib bo'lmaydi tanani. Birinchi qiladigan ish markazlashtiramiz deydi. Qon tomirlarni torayishi markazda issiqlikni kengayib borishiga asosiy turtki beradi. Bu yerda periferiyada muzlash, ya'ni bor issiqlik markazga yo'naltiriladi. Keyin oq isitma sekin-sekin qizil isitmaga aylanadi. Ya'ni dabdurustdan qizil isitmaga emas, avvalo oqdan qizilga o'tish bosqichi bo'ladi-da. Qizil isitmada o'sha teskari jarayon bo'ladi. Agar oq isitmada qon tomirlar toraygan bo'lsa, vazokonstriksiya bo'lgan bo'lsa, endi qizil isitmada vazodilatatsiya bo'ladi. Ya'ni tana kengayishni boshlaydi. Bu ko'proq isitma tushish bosqichiga to'g'ri keladi. Ko'pchilik eshitganmiz. Masalan, biz ham yoshligimizda shunaqa bo'lganmiz. Bitta terlab olib yaxshi bo'ldim deydi-ku. Bitta terlab oldim, ancha yaxshi bo'ldim deydi. O'zi terlab olish degani o'zi qizil isitmaga aylandi degani. Ya'ni qon tomirlar kengaydi va butun tanadagi issiqlikni ter orqali chiqarib yubordi degani. Tana o'zini sovutish mexanizmini ishga tushirdi degani. Ya'ni normal gradusga qaytish uchun mexanizmlar ishga tushdi degani-da tanada. Terlab olishdan maqsad shu. Ba'zilar bor, ustini o'rab oladi terlash uchun. O'sha noto'g'ri aslida. Tana issiqlik bo'layotgan vaqtida tanaga kislorod kerak. Tana mushaklar qisqarishni boshlaydi. Har xil qaqshashlar bo'lishi ham hammasi tanani issiqlikni ko'payishiga sabab bo'ladi. Haddan tashqari chiqayotgan issiqlik qayerdandir chiqib ketishi kerak. Bo'lmasam tanani o'zi ko'tarilishi mumkin bo'lgan isitmadan ham yuqorilab ketishiga sabab bo'ladi. Xuddiki bir nima desam bo'ladi? Hamma joy yopiq xonaga, ko'cha konditsioner yo'q, issiq xonaga kirib havo kirishini to'sib qo'yishdek gap. Xonani sovutish uchun avvalo havo kerak. Havo almashib turishga, sirkulyatsiya bo'lishi kerak, to'g'rimi? Biz uni ko'rpa to'shak bilan o'rashimiz battar qilib qo'yish ehtimoli bor. Shu uchun ham imkon bo'lsa isitmasi chiqayotgan vaqtida unaqa o'rab olish degan tushunchalarni voz kechishimiz kerak. Chunki bor hali ham qayergadir yoki terisiga nimadirlar surtish degan urflar bor. Bular ham ter bezlarini yaxshi oxirigacha ishlashiga, ter yaxshi ajralishiga to'sqinlik qiladi. Natijada issiqlik chiqib ketishni o'rniga tanada ko'proq vaqt yig'ilib qolishi mumkin. Issiqlik chiqqanida eng sezgir a'zo qaysi bilasam? Yo'q. Ya'ni eng chidamsiz a'zo. Bu bosh miyani po'stloq qismi. Va ya'ni bizni inson qilib turadigan fikrlash, ya'ni hayvondan ajratib turadigan asosiy bizani tabiat, Alloh inom etgan qismimiz bu miyamizdagi po'stloq qism hisoblanadi. Aynan po'stloq qism borligi uchun ham biz fikrlaymiz, insoniy xususiyatlarimiz bor. Aynan o'sha qism issiqlik va kislorodga juda sezuvchan. Isitma tushishi ham bor, bilasam. Gipotermiya bu. Biz hozir gipertermiya haqida gaplashdik. Gipotermiya tushunchasi bor. Bu ham infeksion kasalliklardan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan holat yoki o'sha isitma baland payti isitma tushiruvchi dorilarni haddan ortiq ko'p yoki ko'p miqdorda dozasini oshirib berish natijasida bolani isitmasini tushib ketish holati. Xuddi shunday. Bu holatlar ham juda ham ko'p. Bunaqa bolalar toksikologiya markazida yotadi bir kunda juda ham ko'p bunaqa holatga uchragan bolalar borishadi, murojaat qilishadi. Isitma chiqishidan ham ko'ra o'zi aslida isitma tushib ketishi og'irroq holat hisoblanadi. Sababiki isitma chiqqan payti uni tushiradigan dorilarimiz bor. Misol uchun isitma tushiruvchi dori bersang, issiq baland bo'lgan taqdirda ham tushishi mumkin.
umuman tushmagan taqdirda ham hech bo'lmaganda ma'lum miqdorda tushadi u. Lekin isitma tushib ketgan payti konkretniy qaysidir dori berib uni ko'tarib olish imkoniyati sal qiyinroq, murakkabroq. Isitma tushib ketishiga sabab bo'ladigan eng ko'p omillardan 3 tasini aytaman. Ikkita desa ham bo'ladi. Birinchisi dorilardan zaharlanish, ikkinchisi oddiy virusli infeksiyadan keyingi asorat bo'lishi mumkin. Xuddi virusli infeksiyada isitma ko'tarilib ketadi-yu, intoksikatsiya hisobiga virusli infeksiyadan keyin isitma tushib ketishi ham mumkin. Kamdan kam holatda bo'ladi, lekin bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Doridan zaharlanish. Doridan zaharlanish qaysi dorilar? Eng ko'p uchraydigan ikki xil turdagi dorilar bor. Birinchisi bu ota-onalar isitma ko'tarilgan payti ota-onalar yoki ota-onalarning o'zlari ham ichadigan isitma tushiruvchi dorilar. Miqdoridan ko'p dozasini ortiqcha iste'mol qilish isitmani tushirib yuborishi mumkin. Doridan zaharlanish natijasida. Ikkinchi tur dorilar bu bizda lor sohaga oid bo'lgan dorilar, burun spreylari. Ayniqsa naftezin. Qon tomirni toraytiradigan uyda bolasi dekangestant preparatlar. Adrenamimetik dorilar. Uyda bolasini burni bitib qoladi. Nima chora ko'rishini bilmaydi. Qarasa o'zi kech bo'lgan, qorong'i tushgan, uxlash oldi, lekin bolasi yaxshi uxlolmayapti, nafas ololmayapti. Uyga qaraydi, nima bor? Dadasi ishlatgan sprey bor yoki akasi ishlatgan sprey bor, yosh kattalarniki. Bu bola chaqaloqcha o'zi. Olatdagi o'shani dozasiga ham qaramaydi, mumkin emasligiga ham e'tibor bermaydi. Hamma ham emas, ayrim ota-onalar. Burniga sepadi. Burniga sepgandan keyin uni tarkibidagi miqdori dozasi ko'proq, bolaga zaharlanish belgilari paydo bo'lib, isitma tushib ketadi. Bu isitma tushib ketganda uy sharoitida birinchi qilish kerak bo'lgan narsalar bor. Bu birinchi bolani issiq adyolga o'rash kerak. Bolada issiqlik yetishmayapti, unda tashqi tomondan issiqlik qo'shimcha berishimiz kerak. Issiq adyolga o'raganimizda bola issiqlik yo'qotish kamayadi, tashqaridan qo'shimcha issiqlik oladi, organizm nisbatan qiziydi. Ikkinchisi issiqroq suvlar berishimiz kerak. Qo'liga uyda garelka topilmagan holatda oddiy baklashkaga issiqroq ushlaganda, quchoqlaganda qo'l kuymaydigan darajada suv solib, uni bolaga quchoqlattirib qo'yishimiz kerak yoki oyoqlarini tagiga qo'yishimiz kerak va 103 ga skoriyga telefon qilishimiz kerak. Agar podkast davomida aytilayotgan fikrlar sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni ayamang, kommentariy yozing hamda obuna bo'lishni unutmang. O'zi isitma mavzusi haqida qiziq holatlar ham bor. Masalan, dunyo rekordi degan narsa borda. Hayot uchun eng xavfli isitmalar bu 40 va 41 da. 40 va 41 dan oshgandan keyin o'zi hayot uchun o'ta xavfli harorat hisoblanadi bular. Lekin rekordlarga qaraydigan bo'lsak, 1980-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqa isitma qayd etilganki, eshitgan odam yoqasini ushlashi tabiiy. 46,5 isitma bo'lgan bemorda. 46,5 isitmada ham bemor eng qizig'i 24 kun davolanib shifoxonada tirik qolgan. Bu tibbiyot tarixidagi, zamonaviy tibbiyot tarixidagi rasman qayd etilgan eng yuqori isitma hisoblanadi. O'zi aslida yuqori isitmada issiqlik ta'sirida bizning tanamiz oqsillardan tuzilganda, oqsillarni agar tuxum deb oladigan bo'lsak, tuxumni qaynatganda ichi strukturasi o'zgaradi-yu, buni haligi denaturatsiya deymiz bu narsani. Oqsillarni ivib qolishi. Xuddi shunday bizda qonimizda bormi, suyuqligimizda bormi, tanamizda bormi, oqsildan tuzilganmiz, organlarimiz hammasi oqsildan tuzilgan va o'sha oqsillar o'z faoliyatini buzish natijasida bizning miyamizda bormi, boshqa to'qimalarimizda bormi, qayta tiklanmaydigan kerak bo'lsa o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Issiqlik ta'sirida bizning oqsillarimiz bir sodda aytadigan bo'lsak, pishib qoladi-da, qo'shtirnoq ichida. Ayni o'sha pishib qolgani uchun ham biz xavfli deymiz bu narsani. Issiqlik nafaqat termometr jihatdan, tashqarida issiq bo'lganda ham ko'chada yurish ana shunaqa ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Har doim ham bizning organizmimiz ko'chadagi yuqori ekstremal issiqlarni neytrallab, balansda ushlab, 36 da ushlab turishga kuchi, qudrati yetmasligi mumkin.
tanamiz maksimal harakat qiladi 36.6 da ushlashga, ko'chada issiq bo'lsa agar yoki sovqotib qolganimizda tanamiz isissa, ko'chada issiq paytda sovutish orqali balans ushlashga harakat qiladi. Lekin har doim bu oxirgacha boradi degani emas. Yuqori isitma bo'layaptimi, ayniqsa hozirgidek anomal issiqlarda ko'chaga kamroq chiqqan ma'qul, zarur bo'lmasa chiqmay qo'yavergan ma'qul. Keyin xalqimiz orasida keng tarqalgan yana bitta isitma bilan bog'liq holat bor. Vaksina olamiz, har birimiz farzandimiz misol uchun vaksina olinadi. Bu davlat darajasida bepul qilib berilgan emlashlar olgandan keyin tabiiy tarzda isitma chiqishi mumkin. Emlashdan maqsad o'zi nima? Bizani tanamizga xavfli qanaqadir infeksiyani tiriga tushgandan ko'ra uni ko'paya olmaydigan, kasallik chaqira olmaydigan, lekin organizmga tushsa organizm ha bu infeksiya ekan deb taniydigan qismi kiritiladi. Qo'li, oyog'i kerak bo'lsa tirik holati kiritiladi, faqat falajlangan bo'lishi mumkin, u ko'paya olmasligi mumkin. O'shanaqa holat organizmga kiritiladi va organizmda sun'iy tarzda immunitet paydo qilinadi. Aktiv immunitet paydo qilinadi. Organizmga tushganida organizm uni tirikmi, o'likmi u tomonni bilmaydi, lekin infeksiya tushdi deb qabul qiladi. Infeksiya tushganda qanaqa reaksiya qilsa, xuddi o'shanaqa reaksiya qiladi. Infeksiya chiqqanda isitma ko'tarilarmidi? Demak, isitma ko'tariladi. Vaksinadan keyin isitma ko'tarilishi normal holat. Shu podkastimizni endi sekin yakunlasak ham bo'ladi menimcha. Bugunga yetarlicha suhbat qildik. Hali ko'p suhbat qilamiz xudo xolasa. Keyingi mavzularda hech qachon isitma immunitet doirasida deyarli har bir sohada aylanishimiz mumkin. Bu podkastimizni tashkil qilishda avvalo minnatdorchilik izhor qilmoqchimiz Nordic International University jamoasiga, mana shu studiyani bizaga taqdim qilgani uchun, o'sha syomka uchun ruxsat bergani uchun. Hamda keyingi podkastlarda imkon qadar kimlarni taklif qilish bo'yicha obunachilarimizdan, bizani kuzatib o'tirgan obunachilarimizdan fikr so'ramoqchi edim. Izohlarda yozib qoldirishsa, keyingi mehmonlarimiz, keyingi navbatdagi mavzularimiz qaysi mavzuda bo'lsin, imkon qadar harakat qilamiz o'sha mutaxassislarni chaqirishga, o'sha o'z sohasida yetakchi mutaxassislarni chaqirib, shu sizni qiynaydigan bu savollar bo'lishi mumkin, sizni qiynaydigan qanaqadir mavzular bo'lishi mumkin, kasalliklar bo'lishi mumkin. O'sha haqida to'g'ri va xato fikrlarni xalqona tilda podkast shaklida suhbat qilib, yechim topishga harakat qilamiz. Asosiy podkastimizdan maqsadim shu, to'g'ri va noto'g'ri qarashlarni muhokama qilish va xalqning, bizani kuzatib o'tirganlarning tibbiy savodxonligini ozgina bo'lsa ham agar o'zgartira olsak to'g'ri yo'nalishga, biza maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Keyingi sonlarimiz bundan-da qiziq bo'ladi degan umiddamiz, xudo xohlasa. Yaxshi mutaxassislar chaqiramiz, chiroyli suhbatlar qilamiz. Bizni kuzatayotganlar uchun menimcha foydali bilimlar beramiz degan umiddaman. Xudo xohlasa, avvalo niyatimiz to'g'ri. Xolis niyat qildik. Hech qanaqa moddiy nimadir bizni investorlarimiz moliyalashtirayotgan tomonlar yo'q bizada. Biz xolisona shunchaki ko'ngilli tarzda jamoa shakllantirdik va podkast loyihasini ilk sonini mana bugun xudo xolasa yakunlash arafasidamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha.